Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan anchadan beri videorolik orqali ko'rishmadik. Xo'p, bugun ham shu podkastimizni davom ettiramiz. Ancha bo'ldi. Endi hozirgi kunda aynan sportda, ya'ni futbol sohasida o'sha dunyodagi eng katta musobaqa o'tyapti. Lekin men baribir futboldagi bugungi kunda eng katta dunyodagi musobaqani bu Chempionlar Ligasi deb bilaman. Undan keyin Yevropa chempionati, keyin Jahon chempionati. To'g'ri, odamlarni yig'ish bo'yicha, hammani jamlash bo'yicha, odamlarni jalb qilish bo'yicha Jahon chempionati birinchi o'rin bo'lishi mumkin. Chunki 48 ta jamoaga olib chiqishdi. Curacao degan, keyin O'zbekistonga o'xshagan jamoalar ham qatnashyapti. Shuni hisobiga tomoshabinlar ko'p bo'lishi mumkin, lekin sifat darajasida baribir Chempionlar Ligasi nomer 1 deb hisoblayman, chunki klublar o'rtasidagi musobaqa va keyin Yevropa chempionati deb bilaman, lekin Yevropa chempionati ham o'sha 24 taga ko'tarishgandan keyin juda ham saviyasiga jiddiy ta'sir qildi. Xuddi Jahon chempionatini 48 taga ko'tarishganning hisobiga. O'zi 32 taga ko'tarilganda o'sha Fransiyada bo'lgan Jahon chempionatida bu narsa jiddiy tanqidlarga uchragan, chunki aytishganki, o'sha mana Yamayka, Argentinaga o'xshagan 5-0 kabi hisoblar qaytarish bo'lishi boshlagan va o'shanda tanqidga uchragan. Chunki oldin Jahon chempionatida jamoalar kamroq bo'lgan, kuchli jamoalar yetib kelgan va o'yin juda qattiq bo'lgan, har bitta o'yinni ko'rishga arziydigan holat bo'lgan. Shuning uchun hozirgi 48 talikda kerak emas o'tuvchi o'yinlar ko'payib ketdi. Lekin bitta yaxshi tomoni nima bo'ldiki, Curacao degan jamoalar, terma jamoalar chiqdi. Biz umuman bu haqda bilmasdik ham, menimcha. Endi agar geografiyaga qiziqib yurganlar bilmasa, keyin mana O'zbekistonga o'xshagan jamoalar ham o'sha joyga chiqdi. O'zbekistonni ham ko'pchilik tanidi va hokazo, va hokazo, va hokazo. Endi bu boshqa mavzu. FIFAni biz bilamiz, UEFA bilan o'zaro qattiq kurashda bo'ladi va shuni hisobiga bu jamoalarni oshirish, muxlislarni ko'paytirish, qiziqishni ko'paytirishga sabab bo'ldi. Shuning uchun ham bu taktikada Amerika o'sha 3 ta davlat tanlab olindi, chunki bunaqa katta kolleksiyani misol uchun siz Yevropadagi bironta bir davlatda o'tkazish juda qiyin, juda tiqilib qoladi. 48 ta davlat, men o'ylashimcha bundan buyon jahon chempionatlar menimcha 2 ta yoki 3 ta davlatlarda bo'ladi. Endi bilmayman. Balki Saudiyada ham bo'ladi deb e'lon qilishuvdi. U yerda boshqacharoq bo'lar, chunki Saudiyada ham hududi katta, odam naslini juda kam kvadrat metrga nisbatan olganda. Shuni hisobiga bu narsani eplashligi mumkin. Xullas, endi jahon chempionatini biz ko'rib turibmiz. Eng muhim pallaga kirish boshlayapti. Balki mana shu 16 talikda men futbolni ko'rish boshlashim mumkin. Chunki bir nechta qiziqarli jamoalar bir-biriga qarshi tushib qoldi. Bulardan bittasi o'sha Portugaliya bilan Xorvatiya. Men o'ylashimcha 51% ga Xorvatiya keyingi bosqichga chiqishi mumkin. Chunki jamoa ancha xuddi chaqilmas yong'oq deydi, shunaqa jamoa. Kuzatamiz. Endi men o'zi bu videoni qilishimga asosiy sabab shu O'zbekiston atrofidagi bo'layotgan munosabatlar. Men o'zim shaxsan O'zbekiston futbolini 2011-yildan keyin kuzatmay qo'yganman. O'sha Abramov jamoasi, hali ham o'sha O'zbekistonning eng prime jamoasi deb hisoblayman. Keyin o'rtada to'g'ri, misol uchun donali bir-ikki o'yinlarni ko'rgan bo'lishim mumkin. O'sha Osiyo chempionatiga, oxirgi Osiyo chempionatiga Qatar bilan o'yinni ko'rdim. Jamoa yomon o'ynamadi. Yanglishmasam murabbiy Katanets edi. O'zi umuman o'zbek futboliga Katanets nima berdi deb so'ralsa, men shuni aytardimki, Katanets o'zbek futboliga tartibni olib keluvchi. To'g'ri, uni juda ko'p tanqid qilishdi. To'g'risini aytaman, xafa bo'lishmasa, men o'zimni bilag'on demayman, lekin o'zbek sharhlovchilari, o'zbek futbolini gapirayotgan odamlar ozgina futbol haqida mutolaa qilishligi kerak. Taktikalar haqida, murabbiylarning kitoblari haqida. Men o'ylaymanki, bularning gap so'zidan bunaqa emas. Chunki bu odamlar bunaqa narsaga vaqti ham yo'q, chunki futbol ko'radimi yoki kitob o'qiydim. Nimaga buni aytayotganim? Katanets bizga tartibni berdi va himoyaviy o'yin qildi. Hamma uni tanqid qildi. Boshqa qildi, lekin bitta narsani tushuninglar. Biz mana jahon chempionatida ko'rdikki, O'zbekiston mana shunaqa jo'ski,
qattiqqo'llik bilan, tartib bilan himoyalangan holda o'ynamasa, juda ham ko'p gol o'tkazib yuboradi. Va bizni o'sha Eron bilan durang o'ynaganimiz bizani mana shu bugungi kundagi O'zbekiston futbolini eng piki. Ya'ni hozirgacha biz bundan u yoqqa o'ta olmaymiz. Va jahon chempionatida biz buni ko'rdik. Chunki nimaga deyilsa, o'zbek futboli bitta narsani tushuninglar, juda orqada. Buni tan olish kerak. To'g'ri, mana hozir hamma gapirishi mumkin, go'yoki futbolga ko'p pul ajratyaptilar, ko'p qaralyapti, 35 million aholimiz bor, talantlarimiz bor deyshadi. Bitta narsani tushuninglar, gap ajratilayotgan pulda ham emas. Gap odamning sonida ham emas. Agar odamning sonida bo'lsa, ajratilgan pullarda bo'lsa, Xitoy yaxshi natijalar qo'lga kiritardi yoki Hindiston yaxshi natijalar ko'rsatardi. Gap infratuzilmada, ya'ni futbol infratuzilmasida. Shunaqa gap shundaki, o'zbek futbol infratuzilmasi shakllantirilmagan, umuman deb aytsa ham bo'ladi. Chunki nima deydi, bolalar mana shu maktab haligi 6 yoshdan to 20 yoshgacha bo'lgan etapda infratuzilmada bolalarni, ya'ni futbolchilarni psixikasi shakllanadi. Buni siz shunchaki qanaqadir bir zo'r yuguradigan, zo'r tepadigan bolalarni olib, ularni ozgina murabbiylik qilib, o'rgatib futbol o'ynata olmaysiz. Hozirgi kunda bu 2000-yilgacha bu ishlagan bo'lishi mumkin, lekin 2000-yildan keyin bu narsa ishlamaslikni boshladi, chunki futbol juda ham tezlashib ketdi, juda ham daqiqlashib ketdi va hozirgi kunda biz ko'ryapmizki, agar sizni shu infratuzilmangiz yaxshi shakllanmagan bo'lsa, yaxshi natijalarga erisha olmaysiz. Chunki o'sha Eron ham bizdan ancha oldinda infratuzilmasida va mana hozir Yaponiyani qaraydigan bo'lsak, 2000-yilda bular o'sha harakatni boshlagan bo'lsa, gidayda 25 yil deganda bular o'zini jamoasini, o'zini g'oyasi bilan endi shakllantirdi. Juda ham katta pul ajratildi, juda ham ko'p mehnat qilindi, tashqaridan murabbiylar olib keldi ular ham. Hozir shu yerda bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, tashqaridan murabbiy olib kelish bizni tanqid qilayotgan darajada emas, baribir foyda bo'ladi. Misol uchun o'sha Katanetsi bizga foydasi katta bo'lgan, men hozir tushuntirib o'tdim. Va Fabio Cannavaroni ham ketganidan keyin biz buni bilamiz. Hali buni o'sha 6 oy davomidagi harakatlarini, 7 oy davomidagi harakatlarni hozir o'zimizcha baholayapmiz. Futbolchilarni unaqa tayyorlash kerak edi deb, lekin bitta narsani tushuninglar, bizani futbolchilarni aksari o'sha milliy chempionatlardan olinyapti va bizning milliy chempionatimiz bilmayman dunyo reytingida nechinchi o'rinda-yu, umuman jismoniy shakllanmagan milliy chempionat hisoblanadi. Chunki bolalarni ko'ramiz, 63-daqiqadan keyin o'yna olmayapti. Chunki fiziki jismonan kuchi yetmaydi-da. Bu narsani tan olish kerak. O'sha Kongoni biz gapiramiz, go'yoki Afrika deymiz, bizdan orqada qolgan davlat deb o'ylaymiz, chunki biz Sovet ittifoqidan chiqqanimiz uchun u Afrika davlatlari bizga 3-dunyo davlatlaridek qaraladi, lekin bitta narsani tushuninglar. Hozir agar ko'rsak, menimcha Tunis qolib ketdi Afrikadan, faqat qolgan jamoalar keng bosqichga o'tdi. Afrikaning jamoalari nimaga deyilsa, chunki u yerda Fransiya, Gollandiya, Belgiya, o'sha butun Yevropaning katta jamoalari infratuzilma shakllantirgan. Futbol infratuzilmasi eng kattasi ancha Fransiyaga tegishli. O'sha Ganada ham, o'sha Cote d'Ivoire'da ham, o'sha Kongoda ham bular o'sha 2000-yildan keyin o'zini ko'rsatishni boshladi. To'g'ri, Nigeriya oldinroq chiqqan edi, 2000-yildan keyin birdaniga Afrika davlatlari nimaga chiqdi? Chunki o'sha infratuzilma o'zini ishlashni boshladi. To'g'ri, qaymog'ini Yevropaliklar olib ketgani bilan o'shani asosida, o'shani qismida futbolchilar shakllandi va hozir ham ko'ryapmizki, juda ko'p yaxshi futbolchilar o'zini o'sha kelib chiqqan yurtini o'sha 6 yoshda, 7 yoshda, 8 yoshda, 10 yoshda tark etgan bo'lsa ham o'sha davlatini tanlayapti. Nimaga deyilsa, chunki bu yoqda konkurensiya katta Yevropa davlatlarida, bu yoqda konkurensiya kamroq, lekin o'sha infratuzilmani shakllangani uchun va u jamoalardan chiqayotgan, u davlatlardan chiqayotgan futbolchilar katta ligalarda o'ynayotgani uchun natija beryapti. Misol uchun biz mana o'sha Kongo bilan ham
to'g'ri 3-1 ga yutqizdik. Hozir unga ham to'xtalamiz. O'sha Kongoda ham 8 dan 9 ta o'yinchisi katta ligalarda o'ynaydi. O'sha Sunderlandda o'ynaydigan, West Hamda o'ynaydigan, Manchester Unitedda o'ynaydigan bir nechta o'yinchilar bor. Bizda misol uchun bitta Husanov bor. To'g'ri, Shomurodov, Fayzullayev Turkiyada bor, o'ynayapti deymiz. Ko'p maqtashdi, ko'p menga ham qarshi chiqishdi. Men o'sha boshida aytdimki, Shomurodov Romada qolish kerak edi. Gasperini kelyapti. Gasperini shunaqa murabbiyki, agar siz fizически tayyor bo'lsangiz, sizni u qo'yadi. U agar Ronaldo bilan Shomurodov turgan bo'lsa, agar Ronaldodan ko'ra Shomurodov fizikasi yaxshi bo'lsa, Shomurodov qo'yadi. U shunaqa murabbiy, unga hech kim sani uqtira olmaydi. Biz ko'rdik o'sha Romadagi janjallarda, hatto Ranierini ham u o'yindan chiqara oldi. Chunki shunaqa kuchli murabbiy. Lekin Shomurodov Turkiyaga ketdi, to'prar bo'ldi, hamma uni maqtadi, lekin bitta narsani tushuninglar, Turkiya ligasi reyting bo'yicha Belgiyadan pastda turadi. Lekin pul xarajat bo'yicha Turkiya ligasi Belgiyadan 5 barobar baland turadi. Ya'ni urovень pul bilan Turkiya ko'p o'yinchilarni olib kelgani bilan ligani uroveni Belgiyanikidan past. Tushunyapsizlarmi? Taqqoslash uchun aytayapman. O'sha tezlik bo'yicha, o'sha aniqlik bo'yicha, gollar bo'yicha, hamma narsa bo'yicha Turkiya orqada qovuradi Belgiyadan. Chunki infratuzilma noto'g'ri shakllantirilgan. Davlat juda katta pul beradi klublarga, o'sha покупкаlar qilishga, futbolchilarni olib kelishga va bu bilan Turkiya biza nima ahvolga kelganini jahon chempionatida ko'rdik. Hozir Mantelani tanqid qilyapmiz-ku, to'g'ri, Mantelani men ham g'oyalari eskirgan deb hisoblayman. Hali ham Guardiola g'oyasida qolib ketgan deb o'ylayman. Lekin o'sha Guardiola g'oyasini bir 2012-2013-yilda yangicha bir usulini beruvdi. Baribir shunda ham Montella hozirgi kunda Turkiyani yaxshiladi. O'sha oxirgi 24-yil o'tgan Yevropa chempionatida ular yaxshi o'ynadi. Guruh jahon chempionatlariga chiqishni boshlashdi, o'tishni boshlashdi, play-offlardan qiynalib bo'lsa ham, bungacha bu narsani eplolmayapti turklar. Nimaga desa, yana o'sha milliy chempionat. Chunki Turkiyada asosiy qiynalgan bolalar o'sha milliy chempionatdan chiqqan bolalar. Turkiya milliy chempionati orqada buni turklarning o'zi ham analitiklari aytayapti. O'sha mashhur o'yin bor-ku, Juventus bilan 3-0 ga yutqizib qo'ydi asosiy daqiqalarda. Juventusda bo'lgan o'yinda, Turinda bo'lgan o'yinda bitta o'yinchi kam bo'lib, shunda ham o'sha Hakan Shahshlar aytdiki, bitta e'tibor qilinglar, Italiyani o'sha biz tanqid qilayotgan, pravalniy sezon o'tkazayotgan Juventus jismoniy jihatdan 10 kishi bo'lib, 11 kishilik Galatasaray bilan tengma-teng va yaxshi o'ynadi. 3 ta gol urdi. Ya'ni bu o'sha saviyani belgilaydi, qadrli do'stlar. Shuning uchun bizning o'zbek futbolida o'sha Kolumbiya bilan o'yinda ham, Portugaliya bilan o'yinda ham, Kongo bilan o'yinda ham ana shu narsa sezildi. Bitta narsani tushuninglar. Dunyoning eng yaxshi murabbiyini olib kelsanglar ham 6 oy, 7 oyda bir umr past saviyada futbol o'ynab yurgan futbolchilarni jismoniy holatini yaxshilay olmaydi. Bo'lmaydi bu narsa. Futbol eng yaxshi murabbiy ham kelib 6 oy, 7 oyda futbolchilar to'p bilan muomala qilish, uni to'xtatish, uni pozitsiyasini to'g'ri baholashni shakllantirib bera olmaydi. Bunga yillar kerak. Yillar kerak, qadrli do'stlar. Chunki murabbiyning asosiy vazifasi bir nechta bo'ladi. U o'sha futbolchilarni ma'lum bir taktik jihatdan shakllantirish kerak bo'ladi. Men o'ylaymanki, nima deydi, Cannavaro buni qaysidir ma'noda shakllantirgan, lekin biz o'sha o'tkazib yuborgan gollarni agar ko'radigan bo'lsak, O'zbekistonni o'sha birinchi Kolumbiya bilan birinchi golda ham, Kongo bilan birinchi golda ham, Portugaliya bilan birinchi, ikkinchi golda ham hammasida pozitsion xatolar bo'ldi. Yarim himoyadagi bolalar, men o'sha kanalimda yozdim, yarim himoyadagi bolalar ishlamadi. Ya'ni bu o'sha elementarniy holatlarda futbolchilarni yopish kerak bo'lgan joyda ishlashmadi. Bu intellektual salohiyatga bog'liq. Buni Cannavaromi, Pep Guardiolami hozir bekor yurgan, siz uni olib kelganingiz bilan bu narsani shakllantirib bera olmaydi. Buni qachon qilib shakllantirish mumkin? O'sha pastga 10 yoshli bolalarga o'sha yaxshi murabbiylarni shakllantirib, ular o'sha narsani o'rgatib, sekin asta chiqib o'ynatishligi mumkin. Lekin bu ham juda qiyin narsa, chunki
Молодежный sektor bilan katta sektor bir-biridan keskin farq qiladi. Mana biz Italiya haqida gapiramiz. Italiya 3-marta jahon chempionatiga chiqa olmadi, lekin Italiyaning yoshlari muntazam ravishda yaxshi natija ko'rsatib keladi. Lekin katta jamoaga o'tgandan keyin bu narsa ishlamay qoladi. Bu har xil narsalar bilan baholanadi. Misol uchun katta jamoani taktikasi bilan pastki jamoalarning taktikasi to'g'ri kelmasligi va hokazo. Lekin men buni shunaqa baholaymanki, katta jamoalarda boshqa metodlar ishlaydi. Misol uchun qanaqa tushuntirishim mumkin? Yoshlarda o'ynayotgan taktika, yoshlarda o'ynayotgan falsafa katta jamoada o'ynamaydi, chunki katta jamoada umuman yoshlarda o'ynamagan, hech qachon bolalar ham o'ynashi mumkin. Chunki uni biz bilamizki, natijani hisobiga tarkib shakllantiriladi. Ya'ni demoqchimanki, biz hamma aybni Cannavaroga qo'ya olmaymiz. To'g'ri, 50% aybi bor deb hisoblayman, chunki o'zi Cannavaroni o'zi bunaqa bir kuchli murabbiy emas, tan olish kerak. Kuchli sport direktori bo'lish mumkin, lekin kuchli murabbiy emas, chunki men o'sha 12 betli maqolani, analitический maqolani taqdim qildim kanalda. Kim qiziqsa o'qib ko'rsin. Cannavaroni bosh murabbiy qilishdan oldin shu narsalar ko'rib chiqilishi kerak edi. Men o'ylaymanki, futbol federatsiyasida tupoyli o'tirmayapti. Pulni bekorga sanab berishmaydi. U yerda ham qanaqadir bir kelishuvlar bo'lgan, qanaqadir bir tanlovlar bo'lgan. Biz hozir ayturamiz, Cannavaro emas, Kapadze borsa bo'lardi deb. Kapadzening urovini shu Paxtakor urovini to'g'ri qabul qilinglar. Nari borsa o'sha Osiyo chempionatida biz Qatarni yutishimiz mumkin, Saudiyani yutishimiz mumkin, Eron bilan necha o'ynashimiz mumkin Kapadzelar bilan. Undan u yoqqa o'ta olmaymiz. To'g'ri aytishingiz mumkin, jahon chempionatiga borib Kapadze bilan ham shu natijani qilib kelardik deb. Lekin men o'ylaymanki, murabbiyga vaqt berish kerak, Cannavaroga vaqt berish kerak. Bizga o'sha Osiyo chempionatini bu va'da qilyapti. Yaxshi o'yin ko'rsatishimizni, balki o'sha fizический bolalarni tayyorlay olar, o'rgata olar, ko'rish kerak. Bunga vaqt kerak. Men o'ylaymanki, bu 6 oy, 7 oy juda qisqa muddat. Bunaqa jamoaga boshqa murabbiy kelib ham bunaqa natija ko'rsata olmaydi. Chunki siz misol uchun Juventusga kelmayapsiz. Подготовленный fizический bolalarni ozgina ruhiy to'g'irlab, taktikasini to'g'irlash kerak bo'lgan Spallettiga o'xshab. Spalletti ham shu chempionat oxirida dabdala bo'ldi. Nimaga desa, chunki o'zi boshidan noto'g'ri pakubkalar bo'lgan, noto'g'ri taktikalar bilan shakllantirilgan, pretsizonkalar noto'g'ri bo'lgan. Shuni baribir oxir asorati berdi. Chunki o'sha fizический bolalar tayyor charchab qoldi. Bu hamma narsa futbolda bugungi kunda bitta muhim tomoni bor. Hamma narsa ta'sir qiladi futbolga. Mana hozir biz Portugaliyani ko'ryapmiz, u yaxshi o'yna olmayotgandi. Buni asosiy sababi nimaki? Bolalar bu chempionatga, bu musobaqaga juda ham charchab kelgan. O'sha PSJning tarkibi bo'lgan bolalar ham, butun Al Nasrda juda katta kuch bilan o'ynagan Ronaldo ham. Bitta narsani tushunish kerakki, o'zi jahon chempionati, Yevropa chempionatida oldinlari hozir ham shunaqa, mana misol uchun Messi misolida ko'ramiz, o'zini ko'rsatadigan o'yinchilar asosan zaxirada o'tirgan, kamroq kuch ishlatgan mavsumdagi o'yinchilar bo'ladi. Shuning uchun ham o'sha mana biz Roberto Baggio'ni bilamiz-ku, jahon chempionatida doim borsa nimadir qilgan. Nimani hisobiga qilgan? Chunki o'sha mavsum davomida klubda yo jarohat bilan o'tkazadi, yoki juda ham katta klubda o'ynamagan, yoki zaxirada o'tirgan bo'lardi. Misol uchun o'sha 98-yilda ham yaxshi natijalar ko'rsatishga asosiy sabab Bolonyada o'ynagan. Boloniya bilamiz, bitta o'sha hech qanaqa kuboklarda hech narsada ishtirok etmagani uchun, faqat chempionatda o'ynagani uchun, har hafta o'ynagani uchun Baggio'da kuch bo'lgan. Yoki 94 ham oladigan bo'lsak, shu jarohatlari bilan yetib kelgan. 90da ham o'sha Fiorentinada juda katta bosim ostida bo'lmagan, yosh bo'lgan, kelgan, imkon berishgan, hamma yo'ni porlatgan. Nimaga deyilsa, o'sha kuch bilan kelgan. Va hozirgi kunda ham o'sha Messini biz fenomenini bu ko'rsatayotgan o'yinining asosiy sababi bu o'sha Miamiga bordi, bemalol kuchini to'plab, o'sha fizpodgotovkalardan o'tib, doimiy ravishda shu jahon chempionatiga tayyorlanib keldi va hozir xuddi shunaqa jahon chempionatiga yaxshi kuch bilan kelgan bolalar yaxshi natija ko'rsataveradi. Mana o'sha Kolumbiyada o'sha James Rodrigueslar ham ancha kuchini to'plab kelgan va bu o'zining effektini beradi. Chunki inson jismoniy mavjudot, u jismoniy zo'riqishlardan keyin albatta charchaydi. Muskullar og'riydi,
buni to'g'ri tushunish kerak. Men Portugaliyaning asosiy muammosi shunda deb bilaman va Portugaliya natija ko'rsatish uchun Portugaliya murabbiyi Martinesimiz ancha jo'skiyroq odam bo'lishi kerak. Misol uchun o'sha kattaroq va jo'skiyroq odam bo'lsa, o'sha jamoada rotatsiya qila olsa, bir ikkita yaxshi katta futbolchilar va uni yoniga ancha tirikroq, jismoniy baquvvatroq, mavsumda kuchi ko'proq bo'lgan odamlarni qo'ysa, jamoa natija ko'rsatishi mumkin. Lekin biz o'sha tarkibda ko'ryapmizki, kimlar o'ynayapti, o'sha mavsum davomida bor kuchi bilan jamoalarda o'ynagan bolalar o'ynayapti. Shuning uchun o'sha Bruno Fernandesda yoki Vitinhada, Nuneslarmi, kim? Ular juda ota o'xshash. Shu bolalar bir-biri bilan doimiy o'ynab yurgan bolalar ham qiynalyapti, chunki fizika yetmayapti. Kolumbiya bilan, o'sha Kongo bilan o'yinda ham biz ko'rdik. To'g'ri, endi O'zbekiston bilan nimaga o'ynadi? Chunki O'zbekiston o'zi do'xli jamoa edi, u bilan shunaqa natija ko'rsatdi. Men nima demoqchimanki, jahon chempionati shunaqa chempionatki, siz o'tga fiziki baquvvat bo'lib borsangiz, natija ko'rsatasiz. Va bitta narsani tushuninglar, eng qiyin narsa bu terma jamoani murabbiyi bo'lish va hozirgi kunda biza o'sha terma jamoalarda o'zini falsafasini yaxshi shakllantira olgan jamoani o'sha kastiyaki bo'lgan jamoani ko'raveramiz muvaffaqiyatga uchraganini. Bu Argentina, mana misol uchun Argentina ham o'sha 2020dan keyin Scaloni kelgandan keyin shakllangan tarkib bilan kelyapti. Bu o'sha bir paytlar Fransiya ham xuddi shu narsalarni qilgan edi. O'sha 2006-yilgi buni Fransiyani fenomeni ham o'sha kastiyakka qayta Dominik jamlagan edi. O'sha Zidan qaytgan termaga, Turam qaytuvdi, Makelele qaytuvdi. Mana shuni hisobiga nima deydi? Kastak shakllangan edi. O'sha kastak muhim. Hozirgi Xorvatiyani ham yaxshi o'yin ko'rsatishi o'sha kastaki bor. To'g'ri, jamoa ancha sekin harakat qilyapti, qarshi hujumlarda, pressinglarda, kastak bor. Shuni hisobiga men Portugaliyadan o'tish ehtimoli baland deyapman, Xorvatlarni. Ya'ni terma jamoada shu muhim. Buni faqat o'sha kastakki yoniga yaxshi shakllangan va formada bo'lgan yangi yulduzlarni qo'shish bilan shakllantirishingiz mumkin. Lekin mana hozir Angliyani ko'ryapmiz. Tuxel yangi jamoa shakllantirgan. Bu narsa ko'p jamoalarda bo'lyapti. Buni endi kuzatishimiz kerak, qanchalik ish beradi. Germaniyada ham xuddi shu muammo bor. Jamoa har doim yengillanveradi. Nimaga deysiz, juda ham katta talantli kelib chiqaveradi-da, jamoani kastaga shakllanmaydi. Kastaga almashaveradi. Misol uchun o'tgan safargida Toni Krooslar ketdi, bir nechta o'yinchilar ketdi va yengili keldi va yengilar bilan siz o'zingiz g'oyangizni shakllantira olmaysiz. Bu eng muhim narsa. Agar shuni shakllantira olsangiz, siz terma jamoada natija ko'rsatasiz. O'sha Italiyaning ham 2006-yilgi natijasi nima bo'lgan? O'sha 2000-yildan keyin, 2002dan keyin shakllangan kastak borgan. 2002da borgan bolalar 2004dagi Pravalniy Yevropa chempionati, asos o'sha bolalar borgan va bitta ikkita yangi o'sha Grossoga o'xshagan yangi qollar bilan jamoa natija ko'rsatgan. Chunki terma jamoaning asosiy muammosi uyg'unlik hisoblanadi. Chunki klubda siz uzoq davr birga bo'lasiz, jamoa bilan, murabbiy, o'yinchilar va siz o'sha uzoq vaqt birga bo'lgandan keyin taktikangizni shakllantira olasiz. Masalan, Spallettiga xuddi shu narsa kerak. Terma jamoada esa vaqt yetmadi. Spalletti biza o'sha muhim o'yinlarda praval ko'rdik. Bo'lmasa Spalletti ham yomon natija ko'rsatmadi. To'g'ri, Yevropa chempionatida o'sha biza Ispaniya bilan chorasiz o'yin yoki Shveysariyaga juda ham no'noqlarcha yutqizishlarni ko'rdik, lekin undan oldingi o'yinlar, misol uchun o'sha Albaniyaga qarshi yaxshi o'yin bo'ldi. Xorvatiya bilan tengma-teng o'ynaldi, chunki Xorvatiya o'zi yulduzli tarkib edi. Xuddi shunaqa narsalarni hisobiga Italiya Pravalniyga o'xshab ko'rindi, lekin chempionatdan keyin Liga Natsiya bo'ldi. Biz o'sha Fransiyani yutganini ko'rdik. Germaniya bilan dramatik o'yinlarni ko'rdik. Ya'ni nima demoqchimanki, o'sha Liga Natsiyada, ya'ni o'sha qanaqadir bir muddat berilganda Spalletti natija ko'rsatdi. Lekin muddat qisqaligida natija ko'rsata olmadi, chunki uni g'oyalarini futbolchilar tushunib, uni uyg'unlik bilan bajarish uchun vaqt yetmaydi.
klubda buni amalga oshirsa bo'ladi. Termada bu juda qiyin. Shuning uchun termada kimlar natija ko'rsatadi? Ko'pincha murabbiylar o'sha qisqa muddatda jamoani tez shakllantirib, tez o'yin ko'rsata oladigan murabbiylar bizga natija ko'rsatishi mumkin. Bu o'sha misol uchun Conte'ga o'xshagan futbol murabbiylari buni ko'rsatishi mumkin, qisqa muddatda tez shakllantira oladigan. Lekin o'sha mana hozir Lyofdan keyin Germaniyada ham nima muammo bo'ldiki, o'sha Flick keldi, o'zini g'oyasini shakllantirishga vaqt yetmadi. Nagelsmann ham xuddi shunaqa bo'lmasa, ikkalovi ham kuchli murabbiylar, Nagelsmann ham, Flick ham, hatto Nagelsmann Flickdan ham kuchli deb hisoblayman men. Lekin vaqt yetmayapti. O'sha bu odamlar agar klubda murabbiy bo'lsa, biz bularni juda ham yaxshi natijali jamoalarni ko'rishimiz mumkin. Lekin terma jamoada bularga vaqt yetishmayapti. O'sha Duefelente nima edi? Uzr. Ispaniyada murabbiy, men unaqa yaxshi kuzatmaganim uchun ismlarini ham bilmayman. Ya'ni o'sha murabbiylar nimaga natija ko'rsatyaptiki, bular uzoq muddat davomida o'sha kastakni shakllantiradi. Ular yoshlar jamoasidan chiqqani uchun terma jamoani yaxshi biladi. O'shaning uchun ham biz Ispaniyada taniqli o'yinchilarni zo'r o'ynaganini ko'rmasligimiz mumkin, lekin kastak yaxshi bo'lgani uchun o'sha doimiy termada kelib yurgan bolalar, g'oyada tushunayotgan bolalar natija ko'rsataveradi. O'sha Ayarsabalmi kim? Ana kuni 4 tami, 3 tami gol urib tashadi. Men u bolani oldin ham bilmasdim, keyin ham bilmayman menimcha. O'sha bolalar shunaqa natija ko'rsatib beradi. Ispaniyani tanlagan yo'li shu va bu natija berib kelyapti. Argentina ham xuddi shu yo'l bilan ketyapti. O'sha Messi atrofida qurilgan jamoa, Messi pas berib turadi, jamoada golni urib turadi, uni maydondagi ishini, uni mehnatini De Paulga topshirishadi. De Paul Messi uchun ham ko'proq yuguradi, o'zi uchun ham yuguradi. Xuddi Perottiga o'xshab 2006-yilda bir o'zi ikkita ampulani bajaradi. Italiya shuni hisobiga yutgan. Ko'p analitiklar buni bilmaydi, ya'ni e'tibor qilmagan. O'sha Zidane ham 2006-yilgi finalda Braziliyani, Ispaniyani qanaqa qilib yenggan bo'lsa, Italiyada ham xuddi shu ishni qiladi deb o'ylashgan, lekin qila olmagan. Nimaga deyilsa, o'sha Perottining hisobiga. Bir o'zi ikkita odamning ishini bajargan. Bu juda ham katta kuch talab qiladi. O'yinchi 60-70-minutlarda almashtirilishi kerak. De Paul ham xuddi shunaqa ish qilyapti va uni o'rniga ham xuddi shu ishni bajaradigan odam tushadi. Ya'ni Messi shuni hisobiga ancha erkin o'ynaydi. Jamoada o'sha narsa shakllangan. O'sha Lautaro Martinez o'ynayapti. Butun o'yinchilarni chalg'itish bilan shug'ullanadi. To'g'ri, u gol urmaydi, boshqa qilmaydi, lekin asosiy qora ish bajaraveradi markazda. Lautaroning asosiy ishi shu. O'zi jahondagi markaziy hujumchilarni pozitsiyasi shuni hisobiga ham o'zgaryapti. Shuning uchun ham bizda markaziy hujumchilar kamayib ketdi dunyoda. Ular to'p urish ham, gol urish ham kamayib ketdi. Nimani hisobiga? Ular boshqa ish bilan shug'ullanyapti. Lautaro ham xuddi shu ish bilan shug'ullanadi. Shuni hisobiga Messi va boshqa o'yinchilar ochiladi. Va Argentina ham o'sha kastakini saqlab qolyapti. Hozirgi kunda kastakni saqlab qolayotgan jamoalar shu. Endi Fransiya ham bor, lekin unda ham tarkib juda ko'p o'zgaradi. Shuni hisobiga menimcha 2004-yilda bular natija ko'rsa olmadi. 2022da 2000 anaqadan beri kelayotgan 20-o'sha yildan beri kelayotgan hisobiga bular yaxshi natija ko'rsatdi, lekin 24da bular shakllantira olmay qoldi. Chunki jamoa almashdi, o'yinchilar almashdi. Mana shu narsa terma jamoada asosiy muammo. Italiyaning ham asosiy muammosi nima bo'ldiki, 2021-yilda shu chempion bo'lgan jamoani kastaki o'ynamadi futbol. Shuni hisobiga bular jahon chempionatidan qolib ketdi. O'zi vaholanki Mancini bu narsani tushunib yetish kerak edi va jamoani almashtirish kerak edi markazini, kastakini. Lekin bu o'sha Verratti, bu o'sha Barella va Jorginho'ning uchligiga tayanishni boshladi. Uni o'rniga o'sha Tonali, Locatelli boshqa yangilik kiritmaganini hisobiga bu tarkib, bu bolalar motivatsiyasi qolmadi. Yevropa chempioni bo'lgandan keyin Verratti umuman futbol o'ynashni to'xtatib qo'ydi. Jorginho'da degradatsiya boshlandi. Barella bir o'zi bilasiz effekt kam. Shuni hisobiga Italiya 2022-yilgi jahon chempionatiga chiqa olmadi, natija ko'rsata olmadi. Ya'ni nima demoqchimanki, terma jamoalarda nima deydi? Natija ko'rsatish uchun mana shunaqa faktorlar muhim. Endi
kanalimizga sodiq qolgan holda konspirologik o'tamiz. Qadrli do'stlar, Papa Fransisk o'lgandan keyin u izuit edi. Papa Fransisk davrida izuitlar juda ham katta natijaga erishishdi. Dunyoda juda katta kuchga ega bo'lishdi va shuni hisobiga 2022-yilda bular Messi bilan chempion bo'lib, bular o'ziligini, kimligini o'sha shohsupadan eng cho'qqiga chiqqanini isbotlashdi. Undan oldin Italiya bilan 2021dagi chempionlik yordam berishdi, Angliyani dog'da qoldirishdi. Vaholanki William va uning jamoasi 100% ishonyapti chempion bo'lishga. Hatto futbolchilar ham shu darajada ishonuvdi. Lekin matchni biz bilamiz nima bilan tugaganini. Va Papa Fransisk o'lganidan keyin uning o'rniga boshqa gruppirovka keldi, Amerikadan keldi. Albatta o'sha Trampni, Amerikani yordami bilan J.D. Vance, katolik Tramp yordamchisi bilan yangi odam keldi va juda ham qattiq jang boshlandi izuitlarga qarshi. Dominikanlar qaytdi, boshqa gruppirovkalar qaytdi va mana shu narsaga atvet qilish uchun, javob berish uchun hozir Messi ortida izuitlar kelyapti. Nimaga deyilsa, izuitlar deyilsa, izuitlarni Lotin Amerikasida juda katta ta'siri bor. Shuning uchun ham Papa Fransisk bilan bular o'shaqa ko'chib o'tish masalasini hal qilishmoqchi edi, lekin o'sha Habsburglar yana bir qancha Yevropadagi kuchlarning sababidan bular ko'chib o'tish olmadi. Balki endi ko'chib o'tishar. O'sha paytda ham Braziliyami, Argentinami deb qilishotgandi. No, Argentina eng yaxshi variant edi. Bu amalga oshmadi. Chunki Lotin Amerikasi izuitlar juda katta kuchga ega. Biz buni qattan bilamizki, o'sha bayroqlardagi quyoshlardan. O'sha Argentinada, o'sha Urugvayda va Paragvayda bu narsalar yaxshi aks ettirilgan. Boshqa Lotin Amerika davlatlarida ham bor. Shuni hisobiga nima deydi? Ancha bular radikal guruh bo'lgani uchun, mana masalan Argentinada hali ham qora tanli futbolchilar yo'q. O'zim Argentinada bormi, yo'qmi qora tanlilar, qanaqa munosabat bo'lyapti, uni bilmayman. Uruga ham chiqish kerak. Bu qiziq joy. Hamma natsistlar ham o'sha yoqqa borgan, o'zi bilamiz. Germaniya qulagandan keyin, Ikkinchi jahon urushidan keyin yevreylarni bir guruh radikal guruhlar o'sha yerga borgan, izuitlar o'sha yerda. Xullas, Argentina o'z bir vaqtlik ancha bir tepaga chiquvdi, keyin uni sindirish uchun Braziliyani ko'tarishdi. Xullas, mana shu izuitlar hozir o'sha Messi siymosi ostida, Argentina siymosi ostida chiqishyapti. Men o'ylaymanki, bu jamoa agar o'sha inglizlar bilan yana finalda to'xtatilmasa, finalgacha boradi. Agar finalga Gollandiya chiqmasa, yana chempion bo'lishadi. Ispaniyalarning ham kuchi yetmasa kerak. No, meni taxminim hozircha shunaqa. No, shu yerda biz ko'rishimiz mumkin. Endi o'zi bu yerda bir nechta kuchlar bor. O'sha katolik izuitlarga qarshi boshqa protestant guruhlar harakat qiladi. Nemislarning bir qismi, asosan gollandlar va inglizlar. Inglizlar yarim finalda ko'rishib to'xtatish mumkin. Agar to'xtata olmasa, aytolman, finalda gollandlar bilan to'qnash kelishi mumkin. No, unda gollandlar qattiq kurashadi, chunki ilk yana jahon chempioni bo'lish imkoniyati paydo bo'ladi. Yana nima demoqchimanki, o'zi jahon chempionati Amerika uchun nimaga kerak edi? Bu o'sha bular Tramp boshchiligida o'zini Rim imperiyasini e'lon qilishdi, Tixa okean bo'yicha. Mana shu narsani yana bir bor ko'tarish uchun bu narsalarni o'sha qabul qilishgan edi va hamma reja qilingan ishligi shu paytgacha to'g'ri yetib keldi. Hozirgi kunda o'zim Amerikaga juda ham muhim emas futbol, lekin oxirgi payt Amerikada futbol ancha rivojlandi. Qiziqish bo'ldi, o'sha jahon chempionati klublar o'rtasida o'tdi. Ya'ni nimaga desa, Amerika yangi bozor futbol uchun, shu FIFA uchun ham, UEFA uchun ham shunga harakat qilib pul olishmoqchi. Shuning uchun ham o'tga unaqa o'sha vizalar bilan muammolar, turistlar borishi ham muhim emas. O'sha yerda o'zi aholi, o'sha yerda o'zi omma yetadi. Chunki dunyoning eng katta iste'molchilari o'sha Amerikada. Butun Amerikaning iste'molini olsak, dunyoning boshqa umumiy boshqa iste'molini olsak, Amerikaniki balon keladi. Shuning uchun u yerda yashash tarzi yaxshi. O'sha Amerika futboli, beyzboli futboldan ham katta pul aylantiradi. Butun futbol olamini yig'sangiz biz o'ytamiz, futbol nomer 1 deb o'ylaymiz, lekin o'sha yerda nomer 1. Chunki u yerda pul katta, u imperiya, Amerika butun pul o'sha yerda. Shuning uchun ham bular o'sha yerda mana Yevropa futbolini ham biz olib kelamiz, biz buni nazorat qilamiz, biz bunga hukmimizni o'tkazamiz deb ko'rsatishyapti.
Endi ko'ramiz yevropaliklar bularga qanaqa javob beradi. Chunki aynan Amerikada doim o'sha o'tgan safar ham Braziliya chempion bo'lgan Italiya bilan. Bajjoni biz bilamiz. O'sha futbol tarixidagi eng katta savol, Bajjo qanaqa tepaga tepgan. Bunga bitta yaxshi mutaxassis Ignashevich futbolchi sifatida aytdiki, ya'ni u o'zi aytdiki, mana shu penalti tepish borasida bunaqa o'yinchilar adashish kerak emas dedi. Adashganning asosiy sababi dedi, o'sha koptovga yugurib borayotgan paytda qarorni o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Tafarella o'sha darvozabonni harakatini hisobiga shuning uchun tepaga ketib qolgan bo'lishi mumkin deydi. Boshqachaga tushuntira olmayman dedi. Chunki adashib bo'lmaydi bunaqa o'yinchilar dedi. Men buni boshqacha talqin qilaman. Bitta video bor, men uni kanalga joylaganman. Ya'ni ikkita jamoa finaldan oldin, o'yinga chiqishdan oldin Romarioni ko'rsatishadi. Asosiy efirda orqada Bajjo turadi. Bajjo qarab turadi. Chunki Bajjo bu chempionatga oltin to'p sohibi sifatida kelgan. Ya'ni dunyoning eng yaxshi yulduzi. U bilan nima deydi? Tashashayotgan, kurashayotgan Stoichkov va Romario edi. Romario bilamiz, shundan keyin oltin to'p berilgan FIFA tomonidan, lekin oltin to'pni ola olmagan. Chunki u Yevropada o'ynamasdi. Ya'ni Yevropalik emasdi degani. Stoichkovga berishgan. Bu ham bir qanaqadir bir ajoyib holat bo'lgan. Ya'ni shu yerda shunaqa qilingan, Romarioni asosiy fonga olib chiqishmoqchi bo'lganligi ko'ringan. Men shuning uchun ham o'ylaymanki, Bajjo qaysidir ma'noda ataylab tepaga tepishga majbur bo'lgan. Gol urish mumkin emas edi. Endi Bajjo gol urganda ham men o'ylaymanki, Italiya yutqazardi, chunki undan oldin ikkita promix bor edi. Xullas, nima demoqchimanki, Romario o'shanda muayyan guruhlarning fikrini oqlamagan, chunki Romario Goat emasdi, ya'ni Kazol emasdi. Veliki futbolist bo'lishga talanti bo'lsa ham, xarakteri yo'l qo'ymasdi. Ancha toza bola bo'lgan, braziliyalik haqiqiy xalq qahramoni. Shuning uchun Romario Peledan ham ko'proq Braziliyada Romarioni yaxshi ko'rishadi. Nima demoqchimanki, o'sha proyekt bo'lishga arzimadi. Bajjoni biz bilamiz, keyinchalik o'sha qaytanga Bajjo ko'proq mashhur bo'lib ketgan, o'sha penaltini ura olmaganiga, balki uni o'sha atilab qilganmi, ya'ni xuddi Zidan kalla qo'yib mashhur bo'lgandek, Bajjoni ko'proq mashhur qilgan penaltini ura olmasligi. Chunki penaltini urgani bari Italiya yutqazardi va Bajjo men o'ylaymanki, bunaqa siymoga aylanmasdi. Shuning uchun futbol bir ajoyib narsa. U yerda muayyan bir guruhlar harakat qiladi, lekin bitta narsani tushuninglar, hamma narsa hisob-kitob qilingani bilan maydon tekis, to'p yumaloq deydi. Ajoyib bir zarba yoki ajoyib bir holat va qaysidir futbolchini isyoni butun rejalarni bir tiyin qilish mumkin. Xuddi moderatsiyaga o'xshab. Butun Yevroittifoqni, Germaniyani, Fransiyani, inglizlarni, hammani, hatto Zidanning ham rejasini barbod qilgan edi. Nima deganini hali ham bilmaymiz. Xo'p, nima demoqchimanki, shuning uchun futbolni qiziqarli pallasi o'tyapti. Agar vaqtlari to'g'ri kelsa ko'rishga harakat qilaman. Sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan fikrim shu, to'g'ri video cho'zilib ketgan bo'lishi mumkin. Agar time kodga yordam beradiganchilar bo'lsa, zo'r bo'lardi. Time kod qilsa, chunki menimcha video ancha cho'zilib ketdi. Bu xuddi podkastga o'xshadi, shuning uchun podkast deb nomladim. Qadrli kuzatuvchilar, nima deydi? Fikrlaringlarni bildiringlar, ko'ringlar. Futbol faqat murabbiyga bog'liq emas va faqat futbolchiga bog'liq emas. Futbol, siyosat va konspirologiya kanalini kuzatib boringlar. Yana ko'rishamiz.